Namlikka e'tibor berish kerak. 80% namlik optimal, 70-80 chiqib olishgada, u tez oladi, suv chiqadi. Lekin sirasi suv qo'ysak. Endi quruq joyda majbur shunaqa qilasiz. Nam yetarli joyda chuqurligiga e'tibor berasiz. Chuqurligi 3 santimetrdan o'tib ketsa, tepasiga agar yomg'ir yog'ib boradigan bo'lsa, chiqishga qiynaladi. Qarang, ana pnevmatik desa bo'ladi. Pnevmatik eksa bo'ladi, biz ekkanmiz. Faqat chuqurligiga e'tibor berasiz. O'zi chuqurligini 3 ga qo'ysangiz 3 ga tashlaydi. Ha, shuni aytmoqchiman, chuqurligiga e'tibor berish. Chunki 3 ga qo'ysangiz 3 emas, 3,5 ekatda u. Hektariga urug' normasi qancha? Urug' normasi har xil. Urug'ni razmeriga qaraydi, 5 kilodan 10 kilogacha boradi. Urug' razmeri. Lekin chorva uchun zo'r narsa ekan. Ha. Faqat kombaynda o'rsa bo'ladi. kombaynda o'ryapti. Suv qo'ysa yana chiqaveradi. Suv qo'ysa yana chiqadi. Faqat birinchi o'rinda e'tibor berasizlar, 1 metrdan kam bo'lmasdi. Sababi nima? Sababi o'simlik yosh paytda stressda bo'ladi-da, senilniy kislota degan narsa bor. Oz miqdorda bo'lsa ham bo'lishi mumkin, ehtimoli bor. Chunki har xil sharoitda o'sadi. Issiq bo'lib, suv kam bo'lsa senilniy kislota chiqaradi. Uni ketkizish uchun nima qilasiz? O'rib qo'ygandan keyin ozgina tashab qo'ysalaringiz, bu parchalanib ketadi. Tez yo'q ketadi. Oziqqa birligi qancha? Ha, makkajo'xorniki qancha? Undan ozgina kamroq. Vegetatsiya davri necha kun? Sovuqguncha turaveradi. Ha, turaveradi. Bu yerda qaranglar, bu silis hozir makkajo'xorning o'rnini shunday egallab ketmaydi. Bu aniq sababi. Sabab hammamiz makkajo'xor suvimiz bor. Makkajo'xorning kraxmali yuqoriroq, shuning uchun makkajo'xor ekilaveradi. Lekin Qoraqalpog'istonimiz bor. Suv kam joylar bor. Bundan hosil olsa bo'ladi-da. Sho'r joylar bor. Sho'r joylar bor. Shuning uchun bu adidati ekish degani emas, bu ko'rsatish. Bor bu kech bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, makkajo'xori hozirga 45 gradus plyusdan keyin sterillash boshlanadi. Jonida. Ha, undan yuqorilashgan agar suv bo'ladigan bo'lsa, sterilni bo'lish boshlanadi-da, olabla bo'lib qoladi. Bo'yi to'xtaydi. So'rg'o'da yaxshi tarafi bor. Masalan, suv bo'lmay qolsa, masalan, makkajo'xorni so'rg'oni ekkan bo'lsangiz, suv bo'lmay qolsa, makkajo'xor quriydi. 1 oy bo'lmasa, misol uchun. So'rg'o kutib turadi. Qurimaydi, kutib turadi. 1 oy yoki 1,5 oydan keyin suv bersangiz, yana o'sib ketadi. Yana qaytadan o'sib ketadi. So'rg'o shu tarafda. Qurib qolmaydi-da, polni. Hozir suv kam vaqtda achchiq bo'lmaydi. Yo'q, achchiq bo'lmaydi. Bu qarang, qurib turaveradi, lekin qachon suv keladi? 1 oy 2 oydan keyin. Tagidan yangisini chiqaradi. U paytda makkajo'xor o'zi qurib yo'qib ketgan bo'ladi. Keyin badandagi qand miqdorini ko'rdik. Ertalab o'rib ko'rdik, 8 berdi. U kitobda 17 yozilgan. Keyin nimaga bunaqa deb hayron bo'ldikda, abitdan keyin o'rib ko'rmoqchi. Abitdan keyin o'rib ko'rsak, o'shanga boryapti. Ertalab значит, suvni badanga olib olgan, yaxshi sharoitda turibdi. Abitdan keyin u ishlashga tushdi. Isparina kamaydi, qand miqdori oshar ekan. Said Ahmad aka, kecha biz mana Farg'onadan keldik. Qisqasi fermer cho'l zonada, shu zonada hech narsa ololmaganda so'rg'o o'sib yotibdi-da. Vobshe mazza qilib o'ryapti so'rg'o. So'rg'o ekkan, boyaga fermer, cho'l zona sho'r, bir marta, bir yo 2 marta amallab sug'ora olgan. Shu yerda hozir makkajo'xorni aytyapti. Makkajo'xorni agar donga eksam deydi, yo 500 kilo olaman, yo ola olmayman deydi. Chunki mana bunday qurib qoladi, suv yo'q. So'rg'oni ekdi. Biz endi so'rg'oni 2 yildan beri ularga aniq deydi, ekish ko'rsatib o'zgartirib tavsiya qildik. Mana bu yil hozir примерно 7-8 tonna don kutib turibdi-da u yerda. Yana so'rg'oni Said Ahmad aka bilsangiz, mana bu hozir pishdi-da bu so'rg'o. O'rsangiz, o'rib turib suv bersangiz, oktyabrgacha yana o'sib, ikkinchi hosilni ham berish imkoni bor-da. Biz o'z sinab ko'rdik, 2 marta hosil olsa bo'ladi. Yomg'irgarchilikmi, har yilgi yomg'irgarchilik xalq ham bor, men e'tibor boshlaydi. Farg'onada balki. Ikkalon donni o'rtasida farq qanaqa? Makkajo'xorin doni bilan so'rg'o donining o'rtasida deyarli farq yo'q. Umuman farq yo'q. Hozir taqqoslab bering. Oziqa birligi qanaqa bo'ladi? Yo bo'lmasa bozordagi anaqasi. Yo'q, uni men hozir taqqoslay olmayman, lekin deyarli bir xil. Said Ahmad aka bilmaysizmi to'chni anaqasini? To'shni bilmayman, lekin bir xil. Hamma adabiyotlarda ham yozilgan. Bemalol. Bir-biriga juda ham yaqin narsa. Parrandaga, baliqchilikka, hattoki vegetatsiya davri ham bir xil hazm bo'ladi, deyapti-da makkajo'xorga qaragan. Vegetatsiya davri ham bir xil. bu 100 kun. Xonadonlarga ham zo'r ekanda. 4-5 ta moli borlar. Qisqasi hech narsa ololmagan joyda zo'rda. Ha, buni olsa bo'ladi. Mana yonma-yon dala turibdi, makkajo'xori, qimmat makkajo'xori nulivoy, so'rg'o gurkirab yotibdi-da o'sha dalada. Bu narsa sharoitdagi yaxshi o'simlik, lekin kelajakda so'rg'o O'zbekiston uchun ideal o'simlik bo'ladi. Sababi kelajakda. Chunki bu
Masalan, PPS deymiz. PPS degan ibora bor. Ya'ni fotochyutvительность, ya'ni yorug'ni ta'siri deydi. Bu yerda shunaqalari bor. Kunda uzunligi 12 soat 20 minutdan kamaymaguncha boshoq chiqadi. Nima uchun bunaqa qilgan? So'rgan bitta tomoni bor, boshoq chiqargandan keyin o'simlik o'zini o'zi boshqaradi, qoyasini yog'ochlantirishga harakat qiladi. Yiqilmaslik uchun. Yiqilib tushmadi, yog'ochlantirishga harakat qiladi. Boshoq chiqargan degan signal yog'ochlashuv ligninni oshirar ekanda, u hazm bo'lishga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun shunaqa yaratilganki, antenna, ya'ni boshoq rovak chiqarmaydi. 12 soat 20 minutda chiqarmagan. Bu yerda shunaqalari bor-da. U ko'ryapsiz, bir ikkita hech narsa chiqarmagan. Ular o sentyabrga borib boshoq chiqarishni boshladi rovak. Endi gapni ochig'ini aytish kerak, bu yer bahorda haydalgan tuproq edi. Kessak bo'lib qolgan tuproq. Shuning uchun bu yerda ishlash, ko'rsatish ancha og'ir bo'ldi. Shu og'ir sharoitda hozir o'sib turgan o'simliklar qaysi o'zini yaxshi ko'rsatgan bo'lsa, biz sharoitga bemalol o'sadi. Og'ir sharoitda bo'ldi, kessaklar ekildi. Maydalar amallar. Biz 10 yildan beri sorgo bo'yicha ishlaymiz. İsming, familiyangiz? Abduqodir. Bizdagi Toshkentdan chiqishda Orom kafega yetmasdan o'ng qo'lda masjid bor. Shu masjid bilan bitta yonma-yon. Yana bitta narsa. Zamineka Agroze. Vi vill testa två typer sorgo. Sorgo dla zrno i sorgo dla zielonomassa. I это для зерно я вижу, что сейчас у нас есть зимняя пшеница. Он стоит 9 месяцев в поле. Полив 4-5 раз. Много воды. И потом среднее 4 тонн. Если мы убираем чуть-чуть этой пшеницы, мы сеем итальянский райграсс, вика. Там специалист. Он видел, хороший растет. В рисовом институте у них был 35 тонн урожайный. Да? И потом сеять это сорго. Это сорго гибриды. На 5 месяцев дадут 7 тонн. По 5 месяцев будет дать больше, чем пшеница. Наша пшеница много используют для кормить коровы, птицы и водка. Сорго лучше. Белок в сорго лучше, чем белка из пшеницы.